Assalomu alaykum Mustafa Uz kanalining obunachilari, aziz yurtdoshlar, rishtonliklar. Mana bugun biz sizlarga inshaalloh ikkita semental buqalarimizni obzorini qilib beramiz. Aktam akamizni uylariga kelganmiz. Dehqonchilik akalar. Xudo xohlasa mollar mana shu kichkina sementalimiz. Bunimizni yoshi 10 oylik atrofida, 10 oy, 11 oy. Alloh alam, bo'ylari 1.20 dan tepa, agar adashmayib turgan bo'lsam. Olganga ham, sotganga ham baraka bo'lsin inshaalloh. Lekin orqalari ham pachka turibdi. Bu kichkina versiyamiz, kichkinasi bu inshaalloh. Aka, buni narxini endi qancha qo'yamiz aka? Kichkinasini? Endi jupiga deyapmiz hozir. Bo'lmasam jupiga bo'lsa boshqa bo'ladi. Endi jupiga 60 million baho aytyapmiz. Jupiga yo'lida qilib beramiz. Kami bor, ko'pmas. Endi mollarni sog'ligi, yeb ichishi joyida. Kasal yashildan o'tgan aka. Yashil pashir ham bo'lgan yo'q. Chunki emlamalarni kizib qo'ygan. Emlamalar bo'lgan. Allohga shukr. Yoshlikdan boqasiz o'zingiz-a bu? Biz o'rniga kelgan, bo'lgan. Aka, mana bu juda yaxshi sostoyaniyada turibdi sementalimiz. Endi bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi jicha kattaroq, 1.30 atrofida bo'lsa kerak menimcha. 1.30 dan ham baland bo'lsa kerak. Bu ham pachka, o'ta yaxshi sostoyaniyada turibdi. Sementalimiz hozir oldidan harakat qilaman ko'rsatib berishga. Bular endi ko'chaga chiqmagan mollar, mana ko'ryapsizlar. O'ta darajada yaxshi sostoyaniyada, kasal bo'lmagan ekan. Akamiz aytishi bo'yicha emlamalari bo'lgan. Ikkalasini bahosi akalar mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Unisi jicha kattaroq, yaxshigina. Endi klasiga qancha desak bo'ladi aka ularda? Endi bularni mana o'zi 500 kiloga jicha kamroq, 450, 160 kilo kelib qolsa kerak, Alloh alam. Mana bularni tosh og'ir ham kelyapti. Bunisichi kichkinasimiz 350 kilo bor, Kamida endi agar bir joyga bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini 60 million ozgina xayr qilib berasiz aka inshaalloh. Agar bitta olishsa-chi aka, kichkinasini nech pul qilib berasiz, kattasini nech pul qilib berasiz? Shuni ayting aka. Agar yakkada bo'lsa, 30 million jicha kami bor. Narxini 32 millioncha kami bor. Jup bo'lsa 60 million jicha o'tadi. Bu 30 million jicha kami bor ekan kichkinamizni. Bunimiz 32 million kami bor. Buni ham bitta joyga olinsa 60 milliondan jicha xayrini qilib berishadi. Lekin buni bitta aybi bor. Aytib ketaveramiz aka. Nima bu? Pichima akalar, pichima. O nimasi yo'q. O'shaliginaqa narsasi yo'q ekan. Inshaalloh. Bu kelgan juda kichkina edi. Zo'cha edi, mana yaxshi katta bo'ldi. Juda ham xo'rak ekanlar. Yeyishlari yaxshi aka. Yeyishlari zo'r, garanti. Sog'ligiga. Bunchaga chiqmagan zo'rligidan kelgan endi. Mana akalar aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Men nomerlarni qoldirib ketaman. Telefon qilib, o'zlaring kelishib. Manzilimiz Rishton Uchariq. O'sha Uchariqni oldida, Tupik ko'chada inshaalloh lokatsiyasini ham tashab ketamiz, xudo xohlasa. Telefon qilaverasizlar, lokatsiya o'ta udobniy joyda, yo'lni bo'yida. Aloqaga chiqasizlar, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Olganga ham, sotganga ham baraka bo'lsin. Salomat bo'linglar. Sog'lom bular emlaganingiz uchun yaxshi. Pachka sementallarimiz keldi. Assalomu alaykum. Obunachilarimiz, Mustafa Uz kanalining obunachilari, semental yoshi 10 oyga yetmagan, yemga inshaalloh 1-2 oyda tayyor bo'ladigan juda baquvvat ko'z tegmasi, mashalloh. Bu sementalimiz 500 kilo atrofida. Bellarini ko'ryapsizlarmi, bellarini? Obunachilar mana qaranglar.
aloqaga chiqasizlar inshaalloh. Nomerlarini qoldirib ketamiz. Assalomu alaykum. Hammaga juma muborak bo'lsin.